Kechqurun uzoq kutgan narsam keldi. Lekin ko'rsataman, chunki yig'ish bilan ovora bo'ldik. Bugun ertalab mana ko'rsataman. Mana bu narsa. Bu narsa pachoq bo'lgan joylarini kirib ketadi. Krilo, eshikni almashtirsa bo'ladi, lekin almashtira olmaydigan narsalarimiz bor. Anaqasi frame bo'ladi. O'sha narsasini chiqarish uchun men shu narsani olganman. Alhamdulillah keldi. Mana endi chiqaramiz kirib ketgan joylarini. Mana buni olib kelib qo'ydim. O'zi sotish kerak edi. Prosta ba'zilar kelib zazor to'g'ri kelmagani uchun sal olishga o'ylanib qoldi. Endi shuni birato'la hozir men mashinam kelgani uchun to'g'rilab kelgan qilaman. Men bu esa tayyor. Bu tayyor. Krilolarini qo'ydim, eshiklarini hammasini qo'ydim. Faqat bamperini qo'yishim qoldi. Mana eshiklarni hammasini qo'ydim. Bu uje tayyor bo'ldi. Buni ham bir ikkita narsasi qoldi, o'shasini qo'yishim bilan faqat bamper bilan kapotini bo'yab qo'yib qo'yish qoldi bo'ldi. Shunaqa. Kuzatib boringlar.